Assalomu alaykum hammaga. Bugun anatomiya bo'yicha 11-darsimizni ko'rib chiqamiz. Darsning klinik manzarasi quyidagicha holatda tuzilgan. Demak, bizda 4200 grammlik o'g'il bola chaqaloq 32 yoshli ayoldan 39 haftaligida dunyoga kelgan va hozir demak baholanmoqda. Bemorda demak tug'ruq davri yelka distoshiyasi, ya'ni o'sha yelka sohasini abnormal kelishi bilan qayd etilgan. Qo'shimchasiga bu holat demak bemorda ginekologlar tomonidan maxsus manevr orqali bolani dunyoga keltirilishiga sabab bo'lgan. Fizik tekshiruvda bolada o'ng tomonlama qo'ldagi harakat kamayganligi, ya'ni motorika kamayganligi ko'rilyapti. Qo'shimchasiga bemor yelkasi tanasiga yaqinligi, ichkariga rotatsiya qilinganligi va tirsak bilak sohasidan yozilgan. Demak, qo'lni pastki sohasi pronatsiyada va bilak sohasidan qisman bukilgan ekanligi aytib o'tilyapti. Moro hamda ikki boshli muskul reflekslari o'ng tomonlama demak refleks chaqirilmayapti. Bemorda ushlash refleksi o'zgarmagan va panjalardagi harakatda hech qanaqa buzilish yo'q, normal harakat ko'rilyapti. Bemordagi qaysi nervda zararlanishi bu bemor klinikasi uchun eng muvofiq, ya'ni mos kelishi sizdan so'ralyapti. Javoblar o'ylab turasizlar. Oxirida demak javoblarni yana ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz demak upper extremity yoki qo'llar anatomiyasiga bag'ishlanadi. Ularda asosiy nervlari va u nervlar hisobiga yuzaga keluvchi klinikalar. Demak, strukturaviy jihatdan qo'l nervlari bu orqa miyadan chiquvchi tarmoqlardan hosil bo'ladi. Bu asosiy tarmoqning nomi yelka chigali deb nom olgan yoki brachial plexus. Demak, yelka chigalidan demak qo'lga boruvchi barcha nervlar hosil bo'ladi. Yelka chigali S5 tarmoqdan boshlanib T1 sohagacha bo'lgan oralig'da joylashgan nerv ildizlaridan tashkil topgan va bu nerv ildizlari keyinchalik 5 ta terminal nervga aylanadi. Va shu nervlar orqali qo'l muskullarining innervatsiyasida va ularning motorikasida qatnashadi. Demak, hosil bo'luvchi tuzilmalar, ya'ni orqa miyadagi yelka chigalidan hosil bo'luvchi tuzilmalar, demak, bu S5 dan T1 gacha bo'lgan ildizlardan yuqori, o'rta hamda quyi nerv gavdalaridan oldingi hamda ortki bo'linmalar, lateral, ortki va medial kortlardan va terminal nerv tarmoqlaridan tashkil topgan holda bo'ladi. Bu yerda ularni har biri keltirib o'tilgan. Demak, bizda S5 sohasidan boshlab T1 gacha bo'lgan oralig'dagi nerv ildizlari. Nerv ildizlari dastavval 3 ta upper, middle and lower trunk ga bo'linadi. Keyinchalik ulardan lateral, medial va posterior cord, ya'ni ip tizimchalar hosil bo'ladi va ularning bo'linishi hisobiga 5 ta nerv. Bular birinchi demak musculocutaneous nerv, keyingisi axillary nerv yoki qo'ltiq osti nervi, radial nerv yoki bilak nervi, median nerv va ulnar yoki tirsak nervidan tashkil topadi. Demak, 5 ta nerv hisobiga qo'l innervatsiyasida ishtirok etadi. Har bir nervni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu musculocutaneous nerv. S5, S7 sohalardan hosil bo'luvchi nerv hisoblanadi. Motor funksiyasi demak yelkaning ikki boshli muskuli, yelka muskuli va coracobrachialis muscle, ya'ni muskulda innervatsiyasini ta'minlaydi. Asosiy funksiyasi demak forearm, ya'ni qo'l sohasidan bukish vazifasini bajaradi. Demak, ya'ni elbow region, ya'ni o'sha tirsak sohasidan bukib beruvchi vazifasini bajaradi. Qo'shimchasiga supination, demak qo'lni tashqariga qilish vazifasini ham bajarar ekan. Sezgisi bu lateral forearm, qo'lning lateral sohasini demak sezgi vazifasini bajaradi. Klinik muhim joyi qachonki bu nerv zararlanadigan bo'lsa, demak aynan bilak tirsak sohasidan yoki o'sha elbow regiondan qo'lda bukish buziladi, ya'ni ikki boshli muskul refleksi buziladi. Demak, bizda umumiy jihatdan mana bu yelka va undan keluvchi qo'lda bo'ladigan bo'lsak va bu davom etib oxiri qo'l panjalariga qarab bo'ladi. Mana shu sohalarda anatomiy jihatdan bo'limlarga ajratadigan bo'lsak, bizda yelka va mana bu oraliqda joylashgan qismimizning nomi demak arm deb nomlanadi. Undan keyin panjalar va mana bu bilak tirsak oralig'ida joylashgan sohaning nomi esa forearm deb nomlanadi. Mana bu arm hamda forearm oralig'idagi soha bu elbow regionga to'g'ri keladi. Panjalar va forearm oralig'idagi mana bu soha esa wrist region ga to'g'ri keladi. Demak, anatomik eng muhim lokatsiya joylar aynan shular. Demak, musculocutaneous nerv zararlanishi
elbow sohasidan, ya'ni qo'lda ikki boshli muskul hisobiga bukish harakati yo'qoladi. Qo'shimchasiga qo'lda lateral tomondagi sezgi yo'qolishi aytib o'tilyapti. Bu yerda demak motorikasi hamda demak qo'lda aynan elbow regiondan bukish va supinatsiyasida ishtirok etish vazifasini bajaradi. Sezgi funksiyasi esa lateral cutaneous nerv tarmog'ini bergan hisobiga, demak forearmni mana bu ko'rib turganingdek oldingi hamda ortki lateral sohasini innervatsiyasida ishtirok etadi. Keyingi nerv bu axillary nerv yoki qo'ltiq osti nerv hisoblanadi. S5 S6 nerv ildizlaridan hosil bo'ladi. Asosiy motor innervatsiyasi bu deltoid muskuli bilan teres minor muskullarini innervatsiyasida ishtirok etish. Harakat esa yelkani tanadan uzoqlashtirish harakatini bajaradi, dastlabki 15 gradusda. Demak, yelkani abductionda ishtirok etyapti. Demak, yelkani tanadan uzoqlashtirish 0 dan 15 gradusgacha 15-90 oralig'ida va keyinchalik 90 gradusdan yuqorida amalga oshishini ko'rishimiz mumkin. Demak, 0 dan 15 gacha bo'lgan oraliq bu asosan supraspinatus muskulini hisobiga amalga oshadigan bo'lsa, 15-90 oraliq aynan deltoid muskulini hisobiga, 90 dan yuqori bo'ladigan holat esa trapezius muskulini hisobiga amalga oshadi yoki demak serratus anterior muskullari. Demak, bizda axillary nerv yoki qo'ltiq osti nervi 15 gradusdan 90 gradusgacha bo'lgan oraliqdagi deltoid muskulining innervatsiyasida ishtirok etadi va aynan mana shu darajada yelkani tanadan uzoqlashtirish, ya'ni qo'lni tanadan uzoqlashtirish vazifasini bajaradi. Demak, lateral yelka sohasini, terisini sezgi, og'riq va harorat sezish funksiyasi ham aynan qo'ltiq osti nervi hisobiga amalga oshadi. Klinik muhimligi qismi bu. Yelka suyagining oldingi dislokatsiyasi yoki yelka suyagini xirurgik bo'yni sinishi aynan qo'ltiq osti nervi zararlanishining eng ehtimoliy holatlari hisoblanadi. Natijada aynan deltoid muskul sohasini tekizlanishi va yelkani kichikrash holati yuzaga keladi va qo'shimchasiga yelkani tanadan uzoqlashtirish funksiyasi ham yo'qoladi. Bu yerda demak bizda asosiy vazifasi dastlabki 15 gradusdan keyin 90 gradusgacha bo'lgan oralarda qo'lni tanadan uzoqlashtirish vazifasi aynan qo'ltiq osti nervi hisobiga va qo'shimchasiga deltoid sohadagi aynan mana bu sohadagi og'riq va haroratga ham sezgir bo'ladi qo'ltiq osti nervi. Bu qo'ltiq osti nervining ehtimoliy zararlanishi mumkin bo'lgan holatlar. Aynan bu holatda demak normadagi tarqalishi nervda, bunda esa zararlanishi, ya'ni yelka suyagining oldingi dislokatsiyasi, anterior dislocation of humerus deb nomlanadi. Yelkaning oldingi dislokatsiyasi demak bizda bu holat qo'ltiq osti nervi zararlanishini ehtimoliy sababchisi ekan. Keyingi radial nerv S5 T1 nerv ildizi sohasidan chiquvchi asosiy motor innervatsiyasi 3 shoxli mushak innervatsiyasida va qo'shimchasiga qo'lda orqa kompartmentida joylashgan barcha yozuvchi muskullarda innervatsiyasida ishtirok etadi. Harakati qo'lda demak bilak tirsak sohasidan yozish, bilak sohasidan yozish va metakarpofalangeal bo'g'im sohasidan yozish vazifasini bajaradi. Sezgi funksiyasi qo'lda orqa sohasi, demak qo'shimchasiga dorsal sohadagi, demak qo'lda kaft sohasining dorsal qismini sezgi innervatsiyasini ta'minlab beradi. Klinik muhimligi qachonki demak bilak nervi zararlansa, wrist drop, ya'ni o'sha bilakda og'rish holati yuzaga keladi. Bu klassik belgisi hisoblanadi, aynan radial nerv falajligini. Uning asosiy sababi bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy holatlar yelka suyagining o'rta sohasidan sinishi yoki saturnate palsy, ya'ni o'sha stulda o'tirg'ichida qo'ltiq sohasi bilan o'tirgan holatda uxlab qolish holati buning eng ehtimoliy sababchilari ekan. Bu yerda keltirib o'tilgan, demak mana bu holat wrist drop, ya'ni bilak og'ib qolishi. Bu esa bilak nervining zararlanishining asosiy sababi. Demak, aynan qo'ltiq sohasidagi kompressiya yoki ezilish hisobiga radial nervda zararlanishi qayd etilishi mumkin bemorlarda. Keyingisi bu median nerv. Demak, S5T1 nerv ildizlari sohasidan chiqadi. Motor innervatsiyasi demak bukuvchi muskullarga xizmat qiladi. Ya'ni qo'lning yarim sohasida joylashgan bukuvchilar, qolgan yarmi esa aynan ulnar, ya'ni tirsak nervi hisobiga. Qo'shimchasiga demak tenor muscles, ya'ni qo'lda ichki muskullarga kiruvchi tenor
bo'rtmasida joylashgan muskulalar va ikkita lumbrikal muskullarning innervatsiyasini ta'minlaydi. Asosiy vazifasi demak bilak sohasi va barmoq sohasidagi fleksiya, ya'ni bukilish vazifasini bajaradi. Qo'shimchasiga bosh barmoqni boshqa barmoqlarga qarama-qarshi qo'yish, uni bukish hamda boshqa barmoqlardan uzoqlashtirish vazifasi ham aynan shunday. Sezgi funksiyasi qo'l kaftini palmar yuzasida joylashgan 3,5 ta barmoq sohasini sezgisiga javobgar bo'ladi. Klinik muhimligi qachonki bu nerv zararlanadigan bo'lsa, demak bemorda ape hand holati yuzaga keladi. Bu holatda tenar do'mboqlik atrofiyalanib kichiklashishi hisobiga paydo bo'ladi. Ko'pincha karpal tuynuk sindromidan keyin paydo bo'lishi mumkin. Keyingi ehtimoliy zararlanish sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holat bu suprakondyulyar yelka suyagi sinishi sohasi. Yelka suyagini sinishi, demak suprakondyulyar joydan sinishi, demak median nervda zararlanishi uchun ehtimoliy sababchi bo'ladi. Bu demak proksimal zararlanishga sababchi bo'lib, hand of benediction holatini paydo qiladi. Bu yerda 3,5 ta barmoq innervatsiyasiga qanday holatda tarqalganligi keltirib o'tirgan. Keyingisi bizda ulnar nerv, ya'ni tirsak nervi. S8 T1 sohadan chiqadi. Qo'lning ichki muskullarining innervatsiyasida ishtirok etadi. Bular interosseous muscle, gipotenar muskullar, medial ikkita lumbrikal muskullar va flexor carpi ulnaris muskullari ekan. Asosiy vazifasi demak kaft barmoqlarini bir-biridan uzoqlashtirish, yaqinlashtirish va aniq harakatlar bajarishda ishtirok etadi. Qo'shimchasiga 1,5 ta demak barmoqlarda medial sezgi 1,5 ta barmoq sezgisini ta'minlaydi. Klinik muhimligi ulnar claw degan holat yuzaga keladi. Qachonki demak aynan wrist regiondan ulnar nerv zararlanishi holati paydo bo'ladigan bo'lsa. Qo'shimchasiga yelka suyagini medial epicondyle sohasida sinish ham ko'pincha ulnar nerv zararlanishiga olib keladi. Bu yerda ulnar nervda demak qo'l kaftlari va qo'lning ichki muskullariga kirib borishda qanday yo'nalganligi keltirib o'tilgan. Demak Guyon canal deb nomlangan yoki Guyon tunnel deb nomlangan teshik orqali kirib borib muskular innervatsiyasida ishtirok etadi. Keyingi muhim tuzilmalardan biri bu rotator cuff muscles, ya'ni yelka suyagi sohasida joylashgan muskular to'plami. Yelka sohasidagi muskular to'plamini har birining o'ziga xos vazifasi bor. Bulardan birinchisi supraspinatus muskul. Suprascapular nervdan innervatsiya oladi. Asosiy vazifasi qo'lni dastlabki tanadan uzoqlashtirish, ya'ni deltoiddan avvalgi tanadan uzoqlashtirish vazifasini aynan mana shu nerv bajaradi. Dastlabki 0 dan 15 gradadsgacha bo'lgan oralig'ida. Eng ko'p zararlanadigan muskul ham aynan supraspinatus muskuli hisoblanadi. Tendinopatiya yoki yirtilish kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Demak, bu muskul faoliyatini baholash uchun MT Fulken test bajariladi bemorlarda. Keyingisi infraspinatus muskuli, bu suprascapular nervdan innervatsiya oladi. Qo'lni tashqariga rotatsiya qilish vazifasini bajaradi. Keyingisi teres minor muskuli axillary nervdan innervatsiya oladi. Qo'lni tanaga yaqinlashtirish va tashqariga rotatsiya qilish. Keyingisi subscapularis muskuli yuqori va pastki subscapular nervdan innervatsiya oladi. Ichkariga qo'lni rotatsiya qiladi hamda qo'lni tanaga yaqinlashtirish vazifasini bajaradi. Asosan CBC6 dan innervatsiya olishi aytib o'tilyapti. Bu yerda har bir muskul ularni qayerga birikkanligi keltirib o'tilgan. Demak, supraspinatus, infraspinatus va teres minor bularning barchasi yelka suyagini greater tubercle, ya'ni katta do'ngligiga borib birikadi. Subscapularis muskul bo'lsa, lesser tubercle, ya'ni kichik do'ngligiga borib birikishi qayd etib o'tilyapti. Bu yerda demak MT Fulken test, ya'ni bemordan qo'lini oldiga cho'zgan holatda shifokor o'z qo'li bilan uni ustidan qarshilik ko'rsatadigan, ya'ni pastga qarab qo'lini bosadigan bo'lsa, bemor ko'rsatadigan qarshilikka qarab baholanadi supraspinatus holati. Demak, qo'lni tanadan uzoqlashtirishda burchaklar ko'rinishida har bir muskul va nerv keltirib o'tilgan. Dastlabki 0 dan 15 gradadsgacha bo'lgani bu supraspinatus muskulida va suprascapular nerv hisobiga. 15 dan 90 gradadsgacha bo'lgan oralig' esa deltoid muskulida va axillar, ya'ni qo'ltiq osti nervida. 90 gradusdan yuqoriga trapezius muskuli va bu aksessor nervus accessoris tomonidan innervatsiya oladi. 90 gradusdan yuqoriga esa serratus anterior oldingi tisma muskul va long thoracic, ya'ni uzun ko'rak qafasi nervidan innervatsiya oladi. Klinik muhim holatlar. Dastlabki holat bu air palsy, Waiters tip deb nomlanadi. Buning asosiy sababi demak yelka chigalining yuqori sohasi, ya'ni CBC6 nerv ildizlari zararlanishi yoki tortilishi hisobiga yuzaga keladi. Chaqaloqlarda bu holat yuzaga kelishining asosiy sababi tug'ruq davridagi bo'yin sohasini demak lateral yo'nalishda tortilishi. Voyaga yetgan insonlarda esa bo'yin sohasi bilan yiqilish hisobiga yuzaga keluvchi travma aynan air palsy holati yuzaga kelishiga asosiy sababchi hisoblanadi. Qaysi muskullar zararlanishi bu yerda keltirib o'tilgan. Demak, asosiy yetishmovchilik yuzaga keluvchi muskullar deltoid, supraspinatus, infraspinatus va supraspinatus muskullar. Qo'shimchasiga biceps brachii muskuli. Endi funksional defitsit holat. Bemor qo'lini tanadan uzoqlashtira olmaydi. Qo'llar tananing yon tomoniga osilib qoladi.
Qo'llar lateral rotatsiya qilinmaydi. Natijada qo'llar medial rotatsiyada tanaga yaqin holatda joylashadi. Qo'llarni buka olmaydi va qo'llar yozilgan holatda bo'ladi va supinatsiya harakati yo'qligi uchun qo'llar yozilgan va pronatsiyalangan holatda quyidagicha bu yerda keltirib o'tilgan holatni egallaydi. Demak, bu air pulsini klassik ko'rinishi ekan. Bu yerda chaqaloqda yuzaga kelishi sababi va chaqaloqda bu holat yuzaga kelgandan keyingi pozitsiyasi qanday bo'lishiga keltirib o'tilgan. Demak, CBC6 nerv ildizlari zararlanishi hisobiga qo'llar demak ichkariga rotatsiya qilingan, tanaga yaqin joylashtirilgan, yozilgan va pronatsiyalangan holatda qolib ketadi. Keyingisi bu Klumpke palsi holati. Klumpke palsining yuzaga kelish asosiy sababi pastki demak yerga chigari ildizlar ezilishi yoki yirtilishi hisoblanib, C8T1 nerv ildizining o'sishiga oladi. Chaqaloqlarda bu holat yuzaga kelishining asosiy sababi yuqoriga qarab qo'lidan tortib yuborish hisoblanadi, aynan to'g'ri. Voyaga yetgan insonlarda esa bitta qo'li bilan demak osilib qolish, daraxt shoxiga yoki biror bir baland binoda bitta qo'li bilan osilib qolish aynan mana shu holat yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Qo'lning ichki muskullari defitsit holat yuzaga keladi. Lumbrikal muskullar, introssus muskul, tenar va gipotenar muskullarning faoliyati shakllanadi. Bemorda changalsimon qo'l paydo bo'ladi, ya'ni claw hand. Normada demak lumbrikallarda asosiy vazifasi metakarpofalangeal bo'g'imdan qo'lni yozib berish hisoblanadi. Bu holatda esa aynan mana shu harakat yo'qolganligi uchun metakarpofalangeal bo'g'imdan yozilish, distal interfalangeal, proksimal interfalangeal bo'g'imlarda demak metakarpofalangeal bo'g'imda yozilish, distal va proksimal interfalangeal bo'g'imlarda esa bukilish holati qayd etiladi. Demak, mana bu Klumpke palsining chaqaloqdagi ko'rinishi. Keyingi holat bu thoracic outlet syndrome. Bunda ham aynan yelka chigalni pastki sohasi C8T1 sohani ezilishi qo'shimchasiga o'mri osti qon tomirlarini zararlanishi qayd etiladi. Eng ko'p uchraydigan rotatsiyasi scalene triangle, ya'ni yelkada joylashgan muskullar uchburchagi joyida ekan. Buning asosiy sabablari demak cervical, ya'ni bo'yinda yoki qo'shimchasiga bitta birinchi qo'rg'on paydo bo'lib qolishi yoki o'pkada paydo bo'ladigan pankoas o'smasi kompressiya asosiy sababchisi hisoblanadi. Klumpke palsi bilan bir xil klinika berish aytib o'tilyapti. Qo'lning ichki muskullari atrofiyalanadi, bemorda ishemiya paydo bo'ladi, og'riq va shish yuzaga keladi. Chunki qon tomir kompressiyasi demak bemorda aynan mana shu klinik belgilar yuzaga kelishini sababchisi ekan. Thoracic outlet sindromini bu yerda demak abnormal first rib, ya'ni qo'shimcha birinchi qo'rg'a paydo bo'lib qolishi hisobiga yuzaga kelish mexanizmi keltirib o'tilgan. Bu yerda ko'rib turganingdek yelka suyagining pastki tarmoqlari C8T1 chigallar ezilishi va Klumpke palsiga o'xshash klinika berishi keltirib o'tilgan. Keyingi holat Winchett scapula yoki qanotsimon kurak ekan. Uzun ko'krak nervi yoki long thoracic nervi zararlanishi hisobiga yuzaga keladi. C5-C7 tarmoqlar. Bu ko'pincha qo'ltiq osti tugunlarini xirurgik operatsiya davomida limfa tugunlarida ajratib olish natijasida yoki ajratib olish jarayoni davomida nervni bexosdan shikastlab qo'yish hisobiga paydo bo'ladi. Bu operatsiya mastektomiya amaliyoti o'tkazilayotgan ayollarda yuzaga keladi. Aynan mastektomiyada demak o'sha ko'krak bezi saratoni ehtimoliy metastaz bergan limfa tugunlar ham qo'li o'shib olib tashlash maqsad qilingan bo'lib, qo'ltiq osti tugunlari olib tashlanayotgan payti long thoracic nervni bexosdan shikastlab qo'yish mumkin va bemorda Winchett scapula holati yuzaga keladi. Defitsit muskul bu serratus anterior yoki oldingi tismal muskul hisoblanadi va natijada bemor ko'krak qafasiga kurak suyaklarini yaqinlashtira olish qobiliyatini yo'qotadi va bu esa bemor qo'lini yozgan holatda devorga demak qo'li bilan turadigan bo'lsa, aynan zararlangan kurak sohasini tashqariga bo'rtib chiqib ketishi qayd etilishi mumkin. Bu yerda mana Winchett scapula holati keltirib o'tilgan bemordagi. Demak, bizda keyingisi wrist region bilak sohasi. Bu yerda biz bilamiz 8 ta kafta usti suyaklari joylashgan bo'ladi. Bular demak qayiqsimon suyak, oysimon suyak, ostricetulum yoki demak uchqurali suyak, psiforme nuqasimon suyak, hamatum demak ilmoqsimon suyak, capitatum boshsimon yoki kallasimon suyak, trapezioid trapeziyasimon trapeziya suyagi. Scafoid suyagi demak anatomik snap boxda palpatsiya qilinadi. Anatomik snap box hosil bo'lishi mana bu yerda keltirib o'tilgan uchburchakli. Aynan mana shu uchburchak tarkibida demak scafoid suyagi palpatsiya qilinadi va eng ko'p sinuvchi demak kafta usti suyagi aynan scafoid yoki qayiqsimon suyak hisoblanadi. Ko'pincha bemor qo'lini yozgan holatda yiqiladigan bo'lsa, aynan mana shu holat paydo bo'lishi mumkin. Uni asorati jiddiy, sababi singandan so'ng aynan mana bu scafoid suyagiga qon bu yo'nalish bo'ylab oqib kiradi.
Qachonki unda mana bu yo'nalish bo'ylab sinish yuzaga keladigan bo'lsa, demak uni proksimal sohasiga qon borishi uzilib qoladi va natijada aynan mana bu sohada nekrozlanish ehtimoli baland bo'ladi. Demak, bu holatning nomi avaskulyar nekroz deyiladi. Ko'pincha yashirin sinishlar demak rentgenda ko'rinmaydi va bu aynan anatomik sinab boksda palpatsiyasi orqali aniqlanishi mumkin va aynan mana shu sohada kuchli og'riq borligiga qarab. Keyingisi bu oslunatum, ya'ni osmon suyagi dislokatsiyasi. Dislokatsiya demak bu o'zini egallab turgan avvalgi normal anatomik joydan siljishi hisoblanadi. Uni siljishi esa uni atrofida joylashgan tuzilmalar kompressiyasiga yoki ularning qisilishiga olib keladi. Eng asosiysi bu median nervi demak ezilishi va bu karpal tunnel sindromiga sabab bo'ladi. Va keyingi suyak bu hamatum, ya'ni ilmoqsimon suyak. Ilmoqsimon suyakda aynan ilmog'ini sinib qolishi ko'pincha ulnar nerv, ya'ni tirsak nervi kompressiyasiga olib kelib, Gayon kanal sindromiga olib kelishi mumkin. Demak, umumlashtirib oladigan bo'lsak, bizda birinchisi eng ko'p sinadigan bu skafoid suyagi hisoblanar ekan va anatomik snap boxdan palpatsiya qilinadi. Keyingi asosiy belgi bu lunatum, ya'ni osmon suyagi dislokatsiyasi, joyidan siljishi. Bu nimaga olib keladi? Oslunatumni joyidan siljishi demak median nerv kompressiyasiga sabab bo'ladi. Median nerv kompressiyasi karpal tunnel sindromiga olib keladi. Keyingi tuzilma bu demak hamatum va uni ilgakchasini sinishi ko'pincha Gayon kanal sindromiga olib keladi. Gayon kanal sindromi ekan. Bu yerda demak ko'ndalang kesmada karpal tunneli va Gayon kanal qanday ko'rinish keltirib o'tirgan. Demak, dorsal tomonida kaftus suyaklari, mana bu sohasi palmar yuz sohasi esa flexor retina kunum boylami joylashgan bo'lib, yana mana shu tuzilmalar oralig'ida hosil bo'lgan mana bu bo'shliq Gayon karpal tunnel deyiladi va u yerdan median nerv o'tadi. Mana bu yerda joylashgan esa Gayon kanal deyiladi, u yerdan ulnar nerv o'tadi. Yana bu yerda qo'l muskullari keltirib o'tilgan. Demak, qo'lda tenar eminence, ya'ni tenar do'mboqligi va gipotenar do'mboqligi mavjud. Demak, tenar bu median nervdan innervatsiya oladi va uni tarkibida opponens pollicis, demak bosh barmoqda qarama-qarshi qo'yuvchi, uni uzoqlashtiruvchi, uni bukuvchi muskullar joylashgan. Yuzaki va chuqur ulnar nervi boshlari va yaqinlashtiruvchi ulnar nerv hisobiga innervatsiya oladi. Demak, yuqoridagilari median nerv hisobiga innervatsiya oladi. Faqatgina demak bizda OAF holati, ya'ni opposition qarama-qarshi qo'yish. Keyingisi abduction uzoqlashtirish va flexion bukish. Demak, mana bu uchala harakatni barchasi mediandan innervatsiya oladi. Endi bunga qarama-qarshi o'laroq adduction harakati esa ulnardan innervatsiya oladi. Ulnar. Mana shu esda qolish kerak. Demak, bosh barmoqni boshqa barmoqlarga yaqinlashtirish yoki qo'lga yaqinlashtirish ulnardan, uni qarama-qarshi qo'yish, uzoqlashtirish va bukish median nerv hisobiga amalga oshadi. Keyingisi gipotenar, bu to'liqlicha ulnardan innervatsiya oladi. Demak, jimjiloqni qarama-qarshi qo'yish, jimjiloqni uzoqlashtirish va bukish kabi vazifani bajaruvchi muskullarning barchasi aynan gipotenar tarkibida bo'ladi. Keyingi asosiy qo'l muskullari bu dorsal interosseous muscle, ya'ni dorsal suyaklararo muskullar. Ular vazifasi qo'l barmoqlarini bir-biridan uzoqlashtirish. Palmar interosseous muscle ham mavjud bo'lib, ular yaqinlashtirish vazifasini bajaradi. Endi lumbricals mavjud. Birinchi, ikkinchi lumbricals mediandan, uchinchi, to'rtinchisi esa ulnar yoki tirsakdan oladi. Ularning asosiy vazifasi metakarpofalangeal jointdan bukish, proximal interfalangeal, distal interfalangeal bo'limini esa qo'lni yozish vazifasini bajaradi. Qo'l bilan bog'liq bo'lgan demak klinikalar. Demak, ixtiyoriy erkin bo'lgan holatda qo'lda yozuvchi hamda bukuvchi muskullar o'rtasida balans mavjud bo'ladi. Qo'shimchasiga qo'lda ichki muskullar o'rtasida ham balans mavjud bo'ladi.
Endi qachonki biz yuqorida ko'rib o'tgan median yoki ulnar nervda zararlanishi qayd etiladigan bo'lsa, bemorga klinika beradi. Aynan shu nervlarda distal sohasini zararlanishi bemorda clawing, ya'ni o'sha changal hosil bo'lishi belgisi bilan namoyon bo'ladi. Demak, qolgan barcha tashqi yozuvchi muskullar demak lumbrikallar yo'qolgani uchun ularda faoliyati kuchayib ketadi va ular bukilgan holatga o'tib qoladi va changal hosil bo'ladi bemorda yoki claw hosil bo'ladi. Bu holat, ya'ni claw holati proksimal zararlanishda kamroq namoyon bo'ladi. Demak, bu ixtiyoriy qo'l bukish davrida ko'proq namoyon bo'ladi. Bu yerda keltirib o'tilgan har birini zararlanishi bilan birga. Qachonki distal ulnar nerv zararlangan bo'lsa, bemorda demak at rest, ya'ni o'sha erkin holatda turganida 4-5 barmoqlarda bukilish holati va changallanish, ya'ni ulnar claw hosil bo'ladi. Endi proksimal median nerv zararlanganda bemordan mushkil so'raladigan bo'lsa, 1-2-3 barmoqlar bukilmaydi, 4-5lar bukiladi. Distal median nerv zararlanganda demak, bemor erkin ixtiyoriy holatda turganida barmoqlarda yozilish holati bo'ladi. Bu 4-5 barmoqlar yozilgan holatda 1-2-3 esa bukilgan. Proksimal ulnar nerv zararlanganda bemordan mushkil so'ralsa, 4-5 barmoqlarni buka olmaydi. Dastlabki klinik holatimizga qaytargan bo'lsak, yangi tug'ilgan chaqaloq va chaqaloqda shoulder dystocia holati mavjud, ya'ni yelka suyagini deformatsiyali holatga kelishi. Va bu holatda demak chaqaloqda namoyon bo'layotgan klinik belgilar quyidagilardan iborat. Demak, qo'li adduction holatda qolgan, adductor holatda, qo'shimchasiga extended, ya'ni yozilgan va pronatsiyalangan. Bu klinik belgilarda barchasi demak bizda umumiy yig'ilgan holatda air palsy holatini ifodalaydi. Air palsy holati demak bizda C5, C6, ya'ni brachial plexusda upper trunkini zararlanishining asosiy belgisi hisoblanadi. Upper trunk zararlanishining asosiy belgisi. Demak, air palsy holati yuzaga keladi qachonki mana shu holatlar, mana shu nervlar zararlansa chaqaloqlarda. Chaqaloqlardagi demak asosiy sabab tug'ruq davrida demak ginekolog tomonidan nojo'ya tortib harakati hisobiga paydo bo'lishi mumkin. Keyingi nomi bu holatda demak waiters tip deb nomlanadi, ya'ni o'sha senda qo'li deb nom olganligi aytib o'tiladi. Demak, bugungi darsim shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.